ikkala zamon texnikasini ko'rsataman. Bunisi ruchnoy, bunisi benzinoviy. Qaysi biri tez ishlaydi ko'ramiz. Endi benzin to'g'ri tezroq ishlaydi, lekin bunisi ham do'konda bor, Novodoga qiziq bo'lsa. Ruchnoy. Kovlashini ko'ringlar. Bunisini narxi eng qizig'i ruchnoy narxi. Bundan qimmat, chunki bu Finlandiyaniki, bu Xitoyniki. Endi ishlatamiz. Xitoydan olib kelib, Xitoylikka sotamiz. Hozir ko'rsatamiz xaridorga ham. Как раз testdan o'tdi. Okey, yaxshimi? Okey. Xitoydan olib kelib, Xitoylikka sotamiz. $110 bo'ladi. Komplektida ikkita nasatkasi bor. 63 kubali motor turibdi mana. 63. Narxi $110. 250 va 300 nasatkasi bor. Ya'ni diametri. Kelaverasizlar do'konga.